Futbolchi yigitlar, bugun yangi dars o'tamiz. Yangi dars. Hozir yangi darsni men sizlarga tushuntiraman. Yangi darsimizni o'tishimiz uchun hozir bir ish qilamiz. Eshityapsizlarmi? Mana bu qaranglar. Mana yerda 4 ta yog'ochimiz bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Tak? 4 ta yog'ochimiz, mana tosh bor. Mana ko'rsatyapman. Ko'rdilaringmi? Mana shu 4 ta yog'ochni mana shu yerga kim qoqib beradi? Kim qoqoladi? Kimni qo'ldan keladi? Kim? Senmi, Hayotbek? Mana ol. O'tirib qoq, o'tirib. Mana senga tosh, mana yerga kel. Mana to'pni yoniga. To'plab olib tasanglar. Ha. Teng qilib 4 ta anagini qoqib ber. Qara uchiga qara qaysi tomoni haligi yerga oson kiradi. Sinib ketmaydi. Yo'q, salgina qoqilsa bo'ldi. Salgina? Ha, davay, yaxshilab. Yo, salgina emas, yiqilib qolmaydigan qilib. Sinadi hozir. Davay, bo'lgancha, davay. Bo'l. Toshim vashika. Bo'l. Sinadi debman-ku. Yo, sinmaydi. Sen toshni ana shu katta tomoni bilan ur, ha? Yo, sekin uryapsan, ha? Joni bordek. Ha? Sinib ketishni o'rayapman. Hech narsa qilmaydi. Bo'ldimi? Ana yiqilmayaptimi? Ana shunday 4 ta. Qaranglar. To'xta. Keyin qo'yasan fanerani, keyin qo'yasan. Oldim. Mana shuncha bo'ladimi masofasi? Yo'q, ko'rda o'zing mo'ljal qil. Bo'l, vaqt ketmasin. Qoq. Bir katta bir kichkina. Ustiga fanerani qo'yasan keyin. Qarasang, ana u mana tomoni yerga yaxshi kiradi, mana u tepa tomoni. Ana shu tomon. Qaranglar. Nima? Ulug'bek. Xayol surma. Bo'l. Endi o'ylab turinglar, bolalar, nima uchun kerakligini men oldindan aytmadim ataylab. Ey bola, oting nima? Shohjahon. Men senga to'p o'ynat deganim yo'q. Qarab tur. Ana akang nima qilayotganini. To'pni ustiga qo'yib ketamiz. Aha. Bo'l, vaqt ketmasin. Shartta ishlash kerak odam degan. Bo'l. Kattaroq ish qo'ymaymiz. Uni dili bilan qilasan. Ishla. Sizlar o'ylab turinglar, bolalar, hozir savol beraman. Nima uchun kerak bu narsa? To'pga tushishi kerak bo'ladi. Nima uchun kerak? Hozir kallalaringni ishlatasizlar hozir. Bo'l. Mana sal orqaroq qilsa turadi. Bo'l. Qattiqroq ur tosh bilan. Men ataylab olib keldim uydan mana shu toshni. Ha, yordam ber, kulganlar. Bolg'a olib kelardi. Bolg'a tosh nima farqi bor? Men ataylab tosh olib keldim. O'sha? Men ataylab bolg'a olib kelmadim. Shu axir o'sha tursa. Ha? Endi kallang ishladi, qo'y ikkitangni, ha? Kirdi-ku. Umid bilan nimani kallasi ishladi endi. O'sha. Ushla, ha? Bir-biringga qarashsang bo'lmaydimi? Urilmayapsan, qisib tursan, keyinchak. Ha, bo'ldi, davay. Nargisini. Endi to'xta. Ana u ham bo'ldimi? Yo'q, sabiyroq qilish kerak. Xo'p. Boshqatdan, davay. Boshqatdan uringlar. Endi kiradi. Mahkam usha. Arsib ketadi. Hech narsa qilmaydi. Davay. Qo'rqibman, anasini ketdi. Ha, ketsa ketadi. Davay. Kirsin aziz. Qanday? Bo'ldi. Bo'pti. Yaxshi, qara. To'xta. Bo'ldi. Umid. Fanerani qo'y ustiga. Bu to'g'ri kelmaylik mana. O'tir. Ana. O'ylamay qilgan ishingda natijasi ko'rindi. Ol. Salbiyoq, men tomonroq. O'sha bitta. Tort. O'sha. Bo'l. Ushlab tur, qarash. Qarash. Ikkalasini qo'lni aytdik. Qarash. Qara.
Bo'ldimi? Bundayiga qo'y. Fanerani. Bo'ldi, qo'y ustiga fanerani. Fanerani qo'y. Fanerani qo'y, fanera. Qo'y. Bo'lmasa to'nkarib qo'y. Bo'l. Yo'q, tegmadi bu tarafi. To'nkarib qo'y. Og'darib qo'y. Og'darib qo'y. Ha. Bo'ldi, mayli, o'tir. Endi shu ol to'ptolda ustiga qo'y. Nimalab ket. Bo'lmadi. Turmasiz. Ha, yana. Yana. Yo'q, kirmayapti, uni olib kerak-da, uning uchun hozir. Xo'p. Temir bilan solib ketadi. Ha, Temir bilan. davay. Ol, o'zing nima qil? Nima? Sherbek. Yaxshilab. Shama qo'sh. Osalaman uni o'g'lim. Bo'l. Kim aytasizlar qishloqda bolalari deb? Bitta yog'och qosiqni qoqib molga qoziq qoqmaganmisan? Ha? Bo'ldi. Temir qoqqan. Ha, temir qoziq qoqqansa. Yog'och qoziq ham bor-ku. Vaqara bo'lsa vaqara. Bo'l. Yog'och qoziq qalbimda bo'lgan. Bo'ldi, qo'y. Endi to'pni qo'y ustiga. To'xta. To'pni qo'y. Yana ketdi. Joni borda, ha. Eng zo'ri bunaqa qanaqa uchun uni tozalab. Yo, ha, xo'p. Davay, o'tir. O'tiray. Ha, bor ekan u. Kim aytasa, molda arqallamaganmisan? Qoziq qoqmaganmi? Yog'ochdan qoziq yasamaganmisan? Urama bashayga. Ana. Bo'ldi. Ha? Davay. Bo'l. O'tir. Jasur. Bo'l. Men bambarchi. Ha, Toshtirmayapti. bo'l, jim. Bo'ldi. Yaxshi, mahkam bo'ldi. Umid yaxshi. Ana qoqish kerak, hammasi kichkina, katta. Mana uni bunday to'xta. Menga qara. Nima Sherbek? Ikkala qoziqni bu tarafidan qoqinglar agar eplolmasalar. Umid bo'ladimi? Davay, yana qoqqin. O'sha joylashdi, ha? Bu o'zi bo'ldi. Bo'ldimi? Nargini. Mahkam ushlab. Qoziq olib kelsangiz, Ushlab ana Sherbek qoqyapti-ku. Bo'ldi, ha? Bo'ldi, pasayib qoldi. Bo'ladi, pas bo'lib qoldi. Bunisini nima qilinglar? Buni. Bunodimi? Ha, Yo'q, ovqatchib baring. Ana teba bo'lib. usha, mahkam usha. Ha, Qani? bo'l. Jasur o'tir. Keng qilgin. Buni bitta qisib tur. O'yla, kallangni. Bo'l. kirmay chapachasiga. Davay. Mahkam usha. O'sha olib tasha bo'lmasa, o'sha singan joyini. Qattiq ushamada, uni kirsinda yerga. Mahkam. Ha, ur. Yumshoq yer. Joyiga qo'yib qo'ygan. Sizlar prosta kallalaringizni ishlatmayapsizlar. O'ylamayapsizlar. Davay. Bo'l. Dashi zakolni bu, zakolni. Baland qoldi-da. Davay. Mana qasdiq qo'ying. Ur, qattiq ur. Ana, davay, yana ozroq nima qilishlarsa qilma. Bo'ldi. Yaxshi, to'pni qo'ychi. Bunday. Men bu tarafiga. To'nkarib qo'y, to'p dumalab ketadi. Tosh qo'yamiz, davay. Fanerani to'nkarib qo'y. Tosh. To'pni qo'y. Jinni. To'pni mana chekkaga qo'y bo'lmasa. Mana fanerga bitta qarasang, bu ana qiyshiqroq. To'pni o'rtaga tushadi. Xo'p, mana bergi tomoniga qo'ychi. Ana o'sha qo'y faneramiz. Bo'ldi, to'pni qo'y. Qo'ying, men aytdim. Hayot. Ha, orqasiga tosh qo'y. Ha, narsa qo'y. Basharang o'zi. Bo'pti, nasosni qo'y orqasiga dumalab ketmasin. Yo, nasos qo'ysin, Nasosni qo'y, dumalab ketmasin. Nasosni qo'y. Uni Bo'ldi, o'tir joyingga. Hammang o'tir, tez o'tir joyingga. Hozir darsni tushuntiraman. O'tiringlar. Diqqatni to'planglar. Hozir videomizning ikkinchi qismida hozir sizlarga savol beraman. Tushunlaringmi? Tayyor turasizlar.